Alo Zulpa, tezroq gapir, halol mehnatdaman. 14-yanvarga sovg'a olgani pul ishlab kelgan ekan bu. Ha, sovg'ani oxiri menga berasan-ku. Ha, bo'pti, menga bilintirmasdan surpriz qilchi. Mana shu xursandligimdan jonim uzilib chiqayotsin tashqariga. Bo'pti. Onang nemgir o'zimni ustimda ishlamayapman-da, mehnat qilmayapman, yangilik qilmayapman. Nima qilsam bo'lar-ku-na? Uy, kimdi to'pi? Voy, onasini emsa, zo'rg'oy keldi, rahmat. Qizim, mardikorlarga ham qiyin bo'lib ketyapti-da. Xo'p, menga qarang bekarchilar. Tush. Oralangda aktyorskisi eng kuchligi kim? Mana shu opamiz. Meni yoshligimda o'rtoqlarim Ahad Qayum deb chaqirishardi. Menga qara Ahadjon, mo'ni xonninga tiq. Sen bo'lsa qizim, mahallani boshingga ko'tarib, "Ayamga yordam kerak, yordam beringlar" deb baqirasan, xo'pmi? Yer to'raman onasini emsin. Ketdik. Qani ilohi omin. O'g'imizni baroridan halolidan bersin, ha? Qizim, boshla. Big'illataman. Ayamga yordam beringlar, yordam! Yordam, ayamga yordam beringlar! Ha, oshna nima qillaring? To'planlaringmi? Kimdir o'g'irlab ketyapti. Yordam bering, to'xta tur. To'xta. Yaqa tush sen. Ha? Sal temiz odam o'g'irlayapti, ha? Yurgir. Nima qilman? Yordam beraman, o'g'irlayaptimi? O'g'illamayapti, ayam tug'yapti, sutak. Nima? Chopirda nima urasan, ahmoq? Raddomga olib ketyapti-da. O'zing tug'dirasanmi endi, sabirasanmi? Yordam beringlar, tug'ib qo'yaman. Yordam beringlar. Voy. Alo Zulpa? Ha, 14-yanvarga sovg'a deyotdingmi? Butun armiyangdagi askarlaringga yetadigan pul yig'ib qo'ydim. Akajon, ming bor uzr. Ozgina tushunmovchilik bo'ldi. Jonim bolam, men senga shantajlik qilayotganim yo'q-ku. Prosta buni o'rnini chuqur qilib qo'ygan rasxodlarni to'ldirib qo'ysang bo'ldi. Anaqa bizni ishimiz tugadimi? Agar tugagan bo'lsa, pulimizni bersangiz ketaverardik. Bo'ldimi? Bizga ikkita to'yimiz bor, ketishimiz kerak. Mehnatingga rozi bo'lishkin. Qani ilohi omin. Doim shunaqa halol yo'ldan yuraveraylik.